Okalar вообще dodda narx kelibdi, Gentra kelib qoldi. Bozordan 100% bunaqa mashinani bu narxga topa olmaysizlar. Chevrolet Gentra 2023-yil 3-paysi bezluk varianti. Mashinamizning probegi 38 000 km yurgan, kraskalar top-toza, hech qanaqa texnik ishi yo'q, ko'rishingiz mumkin. Kuzovlari ham ideal holatda bo'lib turibdi. Qirilib, chizilib ketmagan. Hozir masalaga bitta salonlarni ko'rsataman. 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor, tonirovkalar shinalari bor. Hozir salonlarni ko'rsataman. Okalar, mashinamizning salonlari laminatsiyalar qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda bo'lib turibdi. Bu yoqda sidenalari yengidek bo'lib turibdi, tarpetkalari matviy holatda bo'lib turibdi. Mashinamizda bitta yaxshi rul qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda video registratorlari bor. Faqat pluti yo'q ekan, akalar. O'zingizlar bitta olib plut qo'yib olasizlar. Bu yoqda orqa shpilarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda sidenalar akalar. Zo'r holatda. Xullas mashinani sostenasi 100% aytolmayman, ideal deb. Bozorda bu narxda topish juda ham qiyin. Egalar bilan gaplashib, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Biz bu mashinamizni sizlarga $12 000 ga beraveramiz.